Assalomu alaykum tug'anlar, qandaysizlar? Omansizlarmi? Ishlaringizlar yaxshimi? Bugun 18-iyul. Kunga o'xshashib o'tadi. Jalolobod oblasti Mana shahrida Qarashli mol bozoridamiz. Hozir real do'konlar tartamiz. Qancha oldi aka? 56. Urg'ach ekan. 56 ming bo'ldi. Real do'konlar tartamiz. Qirg'iz bozorida ekan. Real do'konlarni tartamiz. Qo'y bozorida tartdik. Kelib ko'rsangizlar bo'ladi. Sonda. Qancha oldi aka? 124. Aka qancha oldi? 116. 116 ming bo'ldi. 214. Balasi erkak urg'achi? Balasi erkakmi? Balasi erkak ekan. Ta'sir qancha oldi? 200 ming bo'ldi. Maşallah. Burada kudur var hocam. Aka qancha oldu? 162 canım. Hacı aka qancha oldu? 210 mu? 110 mu? 106 107 bakın. 62.500 mı? Torpağı mı? Torpağı erkeğe eken. 115 ming bo'lib turmoqda. Bolasini. Aka qanchadan bo'ldi bular? 57dan. 57dan bo'lib turgan ajinlar. Aka qanchadan bo'ldi bular? 70dan bo'ldi. 70dan. Mana 80 belki 70. Narxi 80, belki 70 ga. Qanchadan deyaptingizlar? Aka qanchadan deyaptingizlar? 78dan so'radi, berib berdim. Hacı aka qancha oldu? 124 mi? İnşallah 124 ming bo'ldi. Aka qancha oldilar bu? 170. Balasi urg'achi erkak? Erkak ekan balasi. Aka qancha oldi? 138. Balasi erkak. 95 ming bo'ldi. Aka qancha oldi? Qancha? Balasi erkak ekan, sotilmoqda. 140 ga berilibdi. Balasi erkak ekan. Ya urg'ach ekan. Aka buqani puli qancha oldi? Qanchadan bo'ldi aka? Aka qanchadan bo'ldi? 180 bo'ldi. Balasi erkak ekan. Qanchadan bo'ldi aka? Satılıyor dedi. 165. 106. 137 oldu Burqa. Satılıyor dedi. 120. 140 milyon oldu. Siz kaç oldu aka? Çok bir mi? Aka qulacınlar qanchadan oldi mallar? 90dan. Bu qancha aka? Aka malni puli qancha oldi? 160. 172 ming bo'ldi. Ya bu erkek balasından 172. Balası bilan mi? Hangi balım? Aka qancha oldi? 74'ten. Aka qulacın qancha oldi? 80. Mana torpog'i. Aka molni og'ariga suyunib torpog'ini tashlab ketdi. Qancha dedingizlar? 172. Balasi zo'r ekan, maşallah. Barakali bo'lsin aka. 185. Balasi erkak ekan. Birinchi balasi ekan. Mol yaxshi ekan biroq. 71 oldu mu? Qaysi? Qirg'iz bozori 71 bo'ldi. 171 mi? 71 la jo'nala. Aka buqa qancha oldi? 88. Maşallah zo'r buqa ekan, so'yibdi. 148 bo'lib tur buqa. 88 dan. Akam buqalar hammasini terib ketdi, zo'rlarni. 124 yarim. Maşallah. Semiz aka. Qisir, bunajim. Aka buqalar qanchadan bo'ldi? 148 dan. Maşallah. 121 32 yani. 121 132 yarim.
132,5 deydi. Maşallah. Zor eken aka. Maşallah 53'ten boptur. 3'ön aldınız mı? 53'ten boptur. 121 oldu deydi. Aka bu kadar kançadan oldu? Yok aka. Satılmaptır. 70'ten suradı vermeye koydum deydi. Satılmaya kaldı. Buna. Satılmadı deydi. Kançadan satmaya koydunuz? Arka soraştı. Palası erkek urgaç gene. Urgaç gene. Toktap durun arkasına aydan koyalım. 44.000 oldu deydi. Kançadan satmaya koydunuz? Enesla boğaz deydi. Balası erkek eken, bunu zor eken de balası. Koldan gelişince жақсы tartkan hareket kılıyordum tuğanlar. Adamlar dele şaşıp et koladı. Ben dele kulak oğurrak uqpay kalıvadım. Aka kançadan oldu? 82'den. 82'den boptur. Ne sattılar? Kançadan sattılar? Abi. Bu dişi. Kolumdan kısa bu diş palvanlar. Aça ulak sağıp durasın mı? Nereden olasın? Canım Ahmet. Kaçan çıktı? 2015. Aka kança oldu? Kırgız Bazar degen. Aka kança oldu? 142 deydi. Babası urgaç eken ha? Aka kançadan oldu? Akam şaşıp ketdi. Nasıl renasyon eken akam? Torpaklar jiyinap. Aka kança oldu? Kaç? Akam uçurası yurdu koy. Men uçurası tavsiye ettim. Aka bu kadar kançadan mı oldu? Satılmadı deydi. 963 Burçak'ta turar. Akam millet deydi. 15 lira düştü var. Kança dediniz? 122.000 son bu. 122.000 son. 15 lira düştü var. 15 bin turşutu vardı. Torpaqlar kançadan oldu desem arxil oldu. Biroq жақсы ekan torpaqlar. Qat vur. Nimalar? 105 deydi. Yaxşı. Semizler ekan. Kaç oldu mu? Hechmen jib qoldi. Aka, qunajin qancha oldi? 130. Eti o'ta moshni ekan, ha, biroq, ha? Torpaqlar qanchadan bo'ldi, aka? Buqalar. Ha, taqsir. Qanchadan bo'ldi? Ha, sotilmadi deydi. Tuğanlarım. Telefon kızıp ketdi. Şuna videoni aqlaymiz. Bilgilaringizlarga tinchlik amandiq. Bekam den sog'liq. Video yoqqan bo'lsa like-dan bosib, yaxshi so'zlaringizni kommentariyga yozib ketingizlar. Men qo'ldan kelishicha yaxshi tartgan harakat qildik. Albatta kamchilik bo'ldi. Kamchiliklarimiz bor. Xudo bersa o'ngdab, tag'in dele yaxshi qilib tartib chiqargan harakat qilamiz. Inshaalloh, yerning xizmatidamiz. Reklamalar bo'lsa, xayrli ko'rasizlar.